Disney film şirketi Turpanda ishlagan Mulan filmi 4-sentabrda qo'yilishga boshlagandan keyin Xitoy qurgan Turpandagi lagerlar xalqaro jamoatning diqqat markaziga aylanib, kishilik huquq tashkilotlari tomonidan qattiq tanqidga uchirmoqda. Mazkur filmga Uyg'urlarning ma'naviy onasi hurmatiga Robiya Qodir xonim norozilik bildirib, tövandagi bayonotni e'lon qildi. Men 1990-yillarda Forbes jurnalida ismim tilqilingan bir sobiq millioner va korxonachi bo'lish sifatim bilan shuni kesib deyalaymanki, ko'p pul tepish va katta korxona sohibi bo'lish ta'sis emas. Esbog'ini bu pulni va bu kattalikni axloq chegarasidan chiqmay turib, qonunsiz yo'llarga mangmay turib tepishdir. Men Disney shirkatini Amerikadagi erkin jamiyatda va qonun davlatida qurilgan va taraqqiy qilgan bir shirkat bo'lish sifati bilan yolg'iz pul tepishda emas, balki haq adolatni yaxlashda, ojizlarning haqqini yemaslikda va zolimga yon bosmaslikdami dunyoda bir ulgi deb qaraydim. Ammo uning Mulan filmini irqiy qirg'inchilik ib berilayotgan Sharq Turkistonning Turpan viloyatida siniq elishi va bu jarayonda davom qilayotgan qirg'inchilikqa hech qanday inkos qaytarmasligi, aksicha film oxirida qotil bir hokimiyatning qo'llari bo'lgan atalmish Xinjiang Uyg'ur Abnum rayonlik Partikom tashviqot bo'limi va Turpan viloyatlik soqchi idorasiga minnatdorlik bildirishi Disneyning nomi uchun emas, Amerika davlati va Amerika xalqining obraziga dog' tushirdi. Ma'lumki, film ishlovchilar film singilingan atrofdagi film ekrandan ko'rinib turgan u qo'rqinchli lagerlarga ko'z yumgan. O lager qorosida qurolliq havolandirilayotgan, ko'zlari tengi holatda binodan binoga yetkilayotgan tutqunlarga parvo qilmagan. Shu kunlarda xalqaro axborotlarda oshkorlangan Uyg'ur qirg'inchiligi haqidagi Xitoyning maxfiy hujjatlari, sun'iy amrodan tortilgan lager qurilishlari va ko'zi tengilgan holat yetkilayotgan Uyg'ur mahbuslarning ichinishli holatiga parvo qilmagan. Namrat bir davlatning ojiz bir shirkati bo'lgan bo'lsa, bu beparvolikni, bu pulga taslim bo'lishni ma'lum darajada tushunishga bo'ladi. Disneydek dunyoviy nom atoqqa ega bir shirkatning pul uchun irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan bir hokimiyat bilan qo'l tutishi insondorchilik nuqtasidan to'lim yerginishlik bir sahna. Mazkur filmning mazmunining rayondagi Xitoy shovinizmga berayotgan ilhom haqida to'xtalmayman. Bu nuqtami cho'qim tarixchilarning, film mutaxassislarining tegishli inkosini qo'zg'aydi deb ishonaman. Ben bu yerda faqat Disney film shirkatini irqiy qirg'inchilik qilib berayotgan hukumat bilan hamkorlashib ishlagan mazkur filmni qo'yishni to'xtatishga, Disneyning Xitoy bilan sherikchiligidan yuragi zarba yegan Uyg'ur xalqidan apo so'rashga da'vat qilaman degan. Ma'lum bo'lishicha, Turpanda ishlangan Mulan filmining oxirida atalmish Xinjiang Uyg'ur Abnum rayonlik tashviqot idorasi bilan Turpan viloyatlik soqchi idorasiga rahmat aytilgan. Sobiq soqchi Yo'lvos apandi film ishlovchilarining Turpandagi mazkur lagerlarni ko'rmasligi va lagerda bo'layotganlarni bilmasligining mumkin emasligini, faqat bozor qo'g'lishibla tashviqot tarmoqlarining rayiga biqib, lagerdagi fojialarga ko'z yumganligini ilgari surgan.